Opa onasiga qarab qizanadigan ehtiyot bo'ling ekan. Mana meni qizim Jim bo'ldi, Najira. Yaxshimisiz? Sovchilikka keldik. Ha? Dochka. Alida Lakshmi. निमुड़ा 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 अरे काचा काचा छोटा छोटा Ha bu o'lingiz nima faqat hincha ko'rib ketdi bo'lganmi? Yo'q. Much ko'ring. Yo'q, qara og'riqadi, qara. Почему так бывает? Bilaman, ularni 10 marta ko'rganmiz, oyi. Ko'r, bilam ko'r. Yaxshi ham Zamran chaqirmabmiz opa. Bo'lmasam hozir sizga bir-ku noto'g'ri maslahat berayin. Indiyskiy kinoga tushamiz, a? Izdingda shu fincha filmlaringdan bor-ku. Qara bolasi bilan kelyapti. Sen gapirma, mendan nima? Bolasiz kelamiz degandik-ku. Va bilasan-ku, Zamira, bolam hech kinoni yaxshi ko'radi. Ha, nima qilibdi bola-ku, tavba. Mayli, men bir bilet olib kelay, 3 ta oldim. Ha, bir Zamira bilan. Хороший, моя дочка моя. Anaqa o'g'lim qizingizga ko'ngil qo'yuvdi. Ha? O'g'lim qizingizga ko'ngil qo'yuvdi. Я не понимаю ваши это. Tushunmayapti opa. O'g'lim qizingiz bilan yoqtirib qopti bir-birini. Не понимаю, я вас не Hech tushunmayapti opa. Biz shu kam qalin pul beramiz, $100. Nima? $100,000 qalin pul berasan. Tushunar ekan opa. Bildim, tushunishini. Zamira olib kelsak bo'lar ekan-a? Yo'q, opa, unday muncha pul yo'q hozir. Yo'qmi? Astroga tushun. Anaqa biz bo'lmasa o'ylab ko'ramiz. Hamma ham bizilib ketdi, hali qaryapti. Biz ham o'ylab ko'ramiz. Ismi polni tushunar ekan opa, ketdik. Yaxshi bo'ringlar.